Men quyida diskas qiladigan mavzu modul 3 DKT imtihonlarga tayyorgarlik ko'rayotgan ustozlarga albatta asqotadi deb o'ylayman. Aslida bu mavzuni tarkibiy qismi error mavzusi bilan uzviy chambarchas bog'liq. Kimda kim mana shu mavzuni ko'rmagan bo'lsa, tavsiya etiladi. Avval ustoz sifatida biz vazifamizni aniqlab olishimiz kerak. Dars jarayonida nafaqat mavzuni tushuntirish o'zi bilan cheklanmasdan, o'quvchilarimiz qiladigan xatolarni ularga, demak, psixologik, ijtimoiy yoki umuman qandaydir qo'shimcha ta'sirlarsiz sodda va tushunarli qilib berishimiz eng muhim masala sanaladi. Shuning uchun keling, bir boshidan, demak, o'zi o'quvchilar qanday xato qiladi va bu shu xatolarni yengib o'tishda biz ustozlar qanday samarali yordam bera olamiz deyiladi. Shularning ichida birinchi o'rinda eslab qolishingiz sharti timelines. Albatta buni grammatika darslarini o'tadigan ustozlarimiz juda yaxshi tushunishadi. I go to school yesterday desa, ana shu joyda nima qilamiz? Timelineda biz past simple'ni qaysidir qismda alohida bir chiziq orqali strelkalar bilan nuqta yoki to'lqin chiziq yordamida u demak yakunlangan ish harakatmi yoki davom etayotganligini bilib ko'rsatib qo'yamiz. Va bu odatda visual o'quvchilar uchun demak sodda va tushunarli misol sifatida qaraladi. Navbatdagisi finger correction. Albatta modul 2 darslarini o'rgangan ustozlarimiz finger correctionni bilishlari tabiiy. Albatta ustoz allaqachon barmoqlarini, demak, har bir qismini alohida gap bo'lagi sifatida, masalan, bosh barmoqni gapning egasi, demak, ko'rsatkich barmoqni gapning kesimi sifatida shakllantirib, o'quvchilarga avvaldan o'rgatib qo'ygan bo'ladi. Va o'quvchi qaysidir qismda doskada, demak, taqdimot loyiha ko'rsatayotgan paytda yoki pair work, group work, individual work, demak, mashqlarni bajarayotgan paytida xato qiladi. Ana shu xatoni to'g'rilashda to'g'ridan-to'g'ri ustoz mikrofonni olmaydi-da, nima qiladi? Albatta mana shu barmog'ini ko'rsatib, tasavvur qiling, mana shu ko'rsatkich barmog'ini sekin asta qimirlatib qo'yadi. Bu bilan o'quvchiga signal beradiki, o'quvchi o'z xatosini kesim bilan bog'liq xato qilibman, shuni to'g'rilashim kerak degandek signal bo'lib, o'quvchiga self correction beradi. Ham nutqiy prezentatsiya topshirayotgan paytda xatosini sekin asta to'g'rilab olish uchun imkoniyat yaratgan bo'lamiz. Navbatdagi xatolar gestures and facial expressions. Gestures bu mana qo'l harakatlarim, demak, gapirayotgan paytimda qo'llarim harakat kelyapti, mana shu nomi gestures edi. Endi demak, qoshimni chimarishim, xo'rmayib qarashim, albatta tabassum qilishimda yuz ifodalarim bor. Mana shularni facial expressions nomi bilan yuritiladi. Ha, buni pedagogikada qanaqa ahamiyati bor deysizmi? Albatta ahamiyat juda katta. Ba'zida o'quvchilarimiz slip, ya'ni o'zlari to'g'rilay oladigan xatoni qilganda, o'sha yuqorida aytib o'tdim, I go to school yesterday desa, chimirib qo'ysam qo'shimni tezda anglaydiki, mana shu joyda xatosi borligini, yana mana shu joyda self correction uchun urg'u qaratiladi. Ya'ni ustoz bir qadam orqaga silchib, o'quvchini tezroq o'zi xatolarni topish uchun zamin sharoit yaratadi. Demak, home range emas, balki surprise belgisi ham aynan mana shu joyda xatosini to'g'rilash uchun imkoniyat yaratishi mumkin. Navbatdagi xato va uni to'g'rilash uslubi phonemic symbols. Albatta o'quvchilarimiz orasida noto'g'ri talaffuz allaqachon qotib qolib, fossilized errorga aylanganlar bor. Mana shu muammolarni, xatolarni bartaraf etish yo'li nima desa, albatta sinfxonangizga kichik bir formatda mana shu phonemic chart, ya'ni umuman olganda harflarni to'g'ri talaffuz qilish yoki so'zlarni to'g'ri talaffuz qoidalarini transkripsiyasi bilan ko'rsatilgan jadval qo'yib qo'ysangiz, nafaqat o'zingizga, balki butun jamoaga yordam tegadi. Qanday deysizmi? Albatta, masalan, o'quvchilaringiz orasida sosa desa, shakarim Coca-Cola bo'ladi deb qo'yishingiz, albatta uni fonemik chartdan ko'rsatishingiz yana muhim. Biz bilgan shirinda shakar o'quvchilarimiz ko'p takrorlaydigan xatosi hali ham o'sha stul, siz bilgan. Aynan mana shu, demak, CH bilan bog'liq talaffuz qonunlarini, qoidalarini sekin asta o'rgatib qo'ysangiz va shu asnoda, demak, ana shu fonemik chart orqali ko'rsatib ketishingiz sizni albatta mana shu muammoni bartaraf etishingizga katta qadam tashlagan bo'ladi. Navbatdagisi echo correction. O'zi nomi bilan ham bilib turibsiz, echo correction nomi bilan mashhur. Bunda nima qilamiz desa, o'quvchi xato qilgan so'zga biz alohida urg'u bilan aytamiz. Aynan ana shu I go to school yesterday da go deb qo'yishingizda o'zida kuchli signal borki, o'quvchi tezda sergak tortib, ana shu yerda went deb turib to'g'rillaydi. Albatta mana shu joyda, demak, xato qilingan so'zga urg'u qaratsak, bu ham o'quvchi o'zini, demak, xatolarini tez anglash uchun zamin sharoit yaratadi. Navbatdagi qism identifying the mistake. Ba'zida xatoni to'g'ridan-to'g'ri topishning iloji yo'q yoki ming yuqoridagi facial expression qilasizmi, echo correction qilasizmi, o'quvchilar nima qilmaydi, tushunmaydi, anglamaydi. Ba'zida biz ham endi shunda ma'lum bir gapni, so'zni, jumlani aytgan paytda shundaymi, mana shunaqa bo'ladimi? Demak, go fe'lini o'tkazma shakli go'id bo'lar ekanda deb turib, demak, mana shu joyda xatosini to'g'rilashga yordam beramiz. Yo'q, unaqa emas deb to'g'rilaydiki, ya'ni biz mana shu joyda
nutqiy ko'mak taklif qilyapmizki, aynan shunday bo'lsa-da xatosini topishi biz uchun katta yutuq. Delayed correction degan tushunchamiz navbatdagi qism. Delay qachon qilaman desa, o'quvchim doskada jang qilib presentation qilib turibdi yoki pair work, group work activity qilib turishibdi. Kamiga ular role play, ya'ni sahnada aynan demak turfa xil masalan shoppingga oid bo'ladimi yoki umuman tarkibida o'quvchilarning o'zaro interaction uchun qurilgan information gap activity bo'ladimi yoki survey to'ldirayotgan bo'ladimi, farqi yo'q. Aynan shu activity mobaynida xato topsangiz, o'qituvchiligingizga borib, yugurib to'xta deb turib, sen qanaqa xato qilayotganingni bilyapsanmi deb bolani peshanasidan chertib, demak xatosini to'g'rilamiz ekanmiz. Nima qilar ekanmiz? Sabr bilan ana shu o'quvchilarning xatosini nima qilamiz? Lozim deb topsak, doskani bir chetida yozib turamiz yoki o'zimizcha not qilamiz. Ja bo'lmasa o'quvchilarni yana stressga solmaslik uchun o'zimiz eslab qolamiz. Va mana shu suhbat jarayoni yakunlangandan so'ng albatta o'quvchilarga demak mana shu yerda feedback beramiz. Mana bu so'z qo'llash bilan bog'liq xato bo'ldi. Grammatik xatolarga ehtiyot bo'ling. Uchinchi shaxs birlikda hech kim es qo'shmadi degan alohida feedbacklaringizni berishingiz mumkin. Delayed degani aytmaymiz degani emas, eslab qoling. Demak, ortga surib turamiz. Navbatdagi xatoni to'g'rilash albatta bu ustoz bilan emas, o'quvchilarni o'zaro bir-biri bilan ishlatish. Buni nomi o'sha peer correction. Guruhni to'liq hamma birgalikda, demak, letter tasavvur qiling, writing mavzu sifatida letter yozishda, shu letterda demak spelling bilan bog'liq xatolarni topamiz deb ikkita o'quvchini bir-biri bilan tasklarni almashtirishimiz o'zida nima bor? Peer correction bor. Albatta men hozir to'g'rilash jarayonini bitta grammatik birlik sifatida qaradim. Ba'zan siz albatta zamonga qaraymiz, fe'lga qaraymiz, keywordlarga qaraymiz degan mazmunda ham berishingiz mumkin. Aslida mana group work, pair work ishlayotgan paytda bir turdagi xatoni o'ziga e'tibor qarating desak, o'quvchilarda demak to'liq aniq-tiniq fokus bo'ladi. Shu tomondan hisobini olasiz. Birdaniga to'laqonli ham barcha xatolarni ham hal qilish mumkin, lekin unda o'quvchilar leveli biroz yuqori bo'lishi tavsiya qilinadi. Navbatdagi xatoni to'g'rilash usuli self correction. Albatta ba'zida ustoz sifatida hatto o'zimiz ham xatolarimizni ko'rmaymiz. Kimdir boshqatdan qarangchi demasa yoki o'zimiz alohida bir tanaffus olib keyin ana shu yozmishimizga, ishlagan readingimizga yoki umuman yozgan writingimizga shu qaytadan boshqa critical nazar bilan qarasak, xatolarimizni topamiz. Bu yerda eng ko'p xatolar slip bilan bog'liq, errorlar bo'lsa, endi uni sekin asta mavzu, kitob, mustaqil video ko'rish orqali tuzatamiz. Ignoring degan joyga kelib qolib, ignore degani o'zi lug'aviy tarjimasidan, demak, nima qilish? Mensimaslik, qaramaslik, unga e'tiborsiz qoldirish. Ba'zida o'quvchilarimiz o'zlarini leveliga demak mos bo'lmagan bir qancha xatolarni qilishadi. Shu paytda xatoni tuzataman deb asab tollaringizni arta chertmang. Aynan ana shu xatolarga ko'z yumasiz va jarayonda silliq dars jarayoni siz uchun yoqimli tarzda davom etadi. Nimaga deysizmi? Chunki aynan mana shu hali o'quvchini kognitiv ability'si, ya'ni bilish qobiliyati hali u mavzuni anglamagan paytda siz uni sekin asta tushuntiraman deb hali ko'p mavzularni anglamagan bolaga qiyindan qiyin mavzuni boshlab, ham boshingizni og'ritmang, ham o'quvchini qiynamang. Demak, tushundingiz-a? O'ta qiyin, tushunarsiz, o'quvchini leveliga mos emas. Tushuntirsangiz, hali anglamasligini sezsangiz, sekin asta ignore qilar ekansiz bu xatolarni. Albatta, navbatdagi xatolar, demak, direct correction deb aytamiz. Direct degani to'g'ridan to'g'ri. Buni nomiga, demak, reformulating nomi bilan mashhur. Reformulate, ya'ni nima qilamiz? Xatosini betiga aytmasdan to'g'rilaymiz. Bu qanaqa xatolar edi desa, men buni odatda o'sha o'zbek ota-ona misol bilan keltiraman. Farzandimiz dasturxon atrofida yoki dada suv yeyman desa, har shu joyda suv yeyman degani qanaqa leksik birlik bilan bog'liq xato ekanligini bilasanmi? Bu yerda sen so'z qo'llash bilan bog'liq xato qilding deb dakki berib urishib ketmaymiz-ku. Ha, suv ichasanmi deymizda, uni xatoligiga urg'u ham qaratmaymiz. Ya'ni xato qilding deya betiga solmaymiz. Albatta mana shu joyda bu xato o'sha reformulating. Ba'zida o'quvchilarimiz stressdan, hayajondan rosa qiynalib tursa, bosh keladi, ha, qani top deb chekkaga chiqib, yuzimizni teskari qaratib olmas ekanmiz-da, mana shu joyda nima qilamiz? Kichik yordam taklif qilamiz, bosh harf bilan aytamiz yoki unga qo'llab-quvvatlash uchun qandaydir ko'mak turtki beramiz. Shuni nomi prompt edi. Buni avvaldan siz bilasiz. Xo'p, oxirgisi aynan mana shu joyda recasting atamasi bilan mashhur. Recasting degani nima degani desa, hal uzundan uzun bir formul nutqni soddalashtirish yoki men aytaman qirg'izchasiga tushuntirib berish degan. Har bir meditsina personali bittadan taom yeb turish kerak ekan degan jumlani nima demoqchisansa, osh yegim kelyapti degan gapni tarjimasi aynan recasting deymiz. Yoki buni siz ingliz tili umuman tikitiga bog'laydigan bo'lsak, uzundan uzun bir nutqni sodda holatda o'quvchi, ustoz, guruhdagi hamma tushunish uchun demak moslashtirilgan, soddalashtirilgan variant sifatida qabul qiling. Mana shu yerda bir narsasi esimdan chiqibdi.
Ba'zida ustozlarimiz qoidani eslash orqali, demak, yesterday bilan qaysi zamonni ishlatamiz deb turib, ma'lum bir qonun, qoida, rul berish orqali ham xatolarni to'g'rilashlari mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu mavzu unchalik qiyin emas. Barcha o'rgangan bilimlarni amaliyotga qo'ysagina, albatta, demak, o'rgangan bilim mustahkamlanadi. Aynan shu o'rinda, demak, siz ustozlarga tavsiyam, albatta, mavzularni ko'rish o'zi foydali, lekin uni testda amaliyotga qo'yish eng muhim jarayon. Qachonki ana shu TKT modullardan, demak, testga ehtiyojingiz bo'lsa, videomizni albatta quyi qismida havola qoldiramiz. Ana shu joydan Uzum Marketdan o'zingizni hududingizga ana shu A4 formatda chiroyli, sifatli tarzda chiqarilgan asosiy test uchun mo'ljallangan kitobimiz va tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus handbook, kursbook hamda glossary qidirayotgan ustozlarimiz uchun ham havola qoldiraman. Videolarimiz manzur kelsa, yoqqan bo'lsa like bosishni va yaqinlarga, ayniqsa TKTga tayyorgarlik ko'rayotgan ustozlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Yana ko'rishamiz.